Hurmatli ishbilarmonlar, hozir mana ko'rib turganinglar 5 ta qasqonli meva quritish duxovkasi bo'ladi. Meva quritish uskunasi bo'ladi. Sizlarga mana ko'rsatadigan bo'lsak, zanglamas metaldan qilingan duxovkalar. Qoliplari ham bejirim qilib ishlangan. Tagiga suv tushishini oldini olish uchun moslama ham qo'yilgan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Yopilishi magnitli. Atrofidan issiqlik chiqib ketmaydi. Buni quritib bo'lganingizdan keyin shunaqa plastmas idishlarga joylab, o'zingizlarni mini biznesinglarni ochsanglar bo'ladi yoki mevalarni quritib yozgi mevalarni qishda yesanglar bo'ladi, o'zini holatini saqlagan holatda. Yana bitta yaxshi tomoni, buni qo'llanma kitobi bor. Bu kitobida qaysi mahsulotni necha gradusda quritish mumkinligi haqida batafsil yo'riqnoma berilgan. Go'sht, meva, sabzavotlar, xohlagan turdagi mahsulotlarni bemalol quritib, joylab iste'mol qilsanglar yoki o'zingizlarni sotuvlarni yo'lga qo'ysanglar bo'ladi. Savolinglar bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Uskunamiz sotuvda bor.